2026-yil amalga oshgan, lekin sizlarga yetmagan orzularim haqida gaplashamiz. Mana ancha yillardan beri bitta orzuyim oilamni umra safariga olib borish edi. Bu yil hisobini o'zida 2 marta umra qilish vaqtini Allohim menga nasib qildi. 2026-yil boshlanishda orzularim birin-ketin amalga osha boshladi. Umradan kelishim bilan, yaxshi ishlaganim munosabati bilan Zilmusda shuncha yillik mehnatlarimni qadrlab, menga bo'lsa BYD chempion mashinasini sovg'a qilishdi. Undan oldingi yil bir xonali dom yutib olgandim. Va yana eng katta orzularim amalga oshdi. Ota-onamga 2 etajli chiroyli oppoqina hovli sovg'a qildim. Men emas, ota-onamning 30 yillik orzulari amalga oshdi desam ham bo'ladi, chunki shu yaqin yillargacha o'zimizning shaxsiy uyimiz bo'lmagan. Va bu narsalar shunchaki bo'lib qolgani yo'q. O'zingizlarning guvohligingizda necha yillik tinimsiz mehnat, uyqusiz tunlar, chiroyli niyatlar, ota-onaning duosi va Allohim eng chiroyli mevasini berdi. Shuncha yillik qilgan sabrimga umuman achimayman. Men har doim Allohim eng chiroyli narsalarni berishiga ishonaman. Bu narsalarni sizlarga nimaga aytayapman? Agarda sizda hozir qiyin vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, ishoning, ertaga shu qiyin vaziyatlaringizni kulib eslaysiz. Har doim to'g'ri, chiroyli, pok niyat qilishdan to'xtamang. Birovga umuman hasad qilmang. Shundagina sizga Allohim eng chiroylilarini, eng zo'rlarini nasib qiladi. Shu videoga like bosib qo'yganlarni kamida shunaqa orzulari ushalsin.